Bismillahirrahmanirrahim. Azizlar, bugungi suhbatimizda sizlar bilan aroq ichuvchilar, sigaret chekuvchilar, turli xil giyohvand moddaga aralashib qolib, undan chiqa olmayotgan insonlar haqida suhbatlashgan bo'lamiz va ularni muolaja qilish tartibini qisqacha bayonot berib o'tgan bo'lamiz. Azizlar, asosan bu ichkilikka, turli xil chakadigan vositalarga o'ralashib qolgan insonlar chiqa olmay qolishi, shu vaziyatdan keta olmay qolish holatlari kuzatiladi. Bunda esa bularda tabiiy ilmiy vositalar bor. Va ularga ilmiy yondashishlikda, tabiiy yondashishlikda giyohlar, ularga qilinadigan usullardan foydalanish tartiblari bor azizlar. Xosatan shulardan ichuvchan, chakuvchan, ruhiy bezovtalik yoki gallütsinatsiyalar bo'ladigan bemorlarda ich qotishligi juda ham ko'p uchraydigan holatlarda bo'ladi. Taqriban 100 tadan 99 ta mana shu holat kuzatiladi. Bugun sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan giyohlarimiz, ya'ni Makka-i Sano, Habbal Mulk va dengiz tuzi hisoblanadi. Agar bu giyoh vositalarda siz bizlarga manfaat qanchalik kuchli ekanligini bilganimizda edi, ko'chadagi dori vositalarga qiziqmagan bo'lar edik azizlar. Azizlar, shu o'rinda aytib o'tgan bo'lamizki, mana shu dori vositalarini tanaga, jismga foydasi qanday bo'ladi? Nima uchun aynan ichuvchi va chekuvchi sehrlangan, jinlangan ruhiy bezovta insonlarda shunaqa holat kuzatiladi? Va shu o'rinda birga bu giyohlarning birgalikda hijomani ham o'rni beqiyos azizlar. Birinchi navbatda hijomadan boshlaydigan bo'ladigan bo'lsak, qonda o'zining tarkibini o'zida 360 tadan ortiq ma'lumot bo'ladizlar. Hozirgi kunda ko'p joylarda shu narkomanizm, alkogolizmlarda mana shu dori vositalari orqasida davoga sabab qilishadi, lekin bu yerda bitta narsaki, ular faqatgina tinchlantiruvchi xolos azizlar. Lekin mana shu qondagi bo'lgan informatsiyalarni hijom orqali chiqarmasam yoki mana shu ahlat qochish yo'llarini tabiiy yo'l bilan surilmasa azizlar, foydasi, manfaat kam bo'lib qoladi. Allohga hamdlar bo'lsin, mana shu giyoh vositalardan foydalanamiz. Albatta har bitta bemorlarimizda o'zimiz xohlagandan ham ziyod natijalar erishgan bo'lamiz. Va bularning asosida birinchisi Qur'on turadi azizlar. Sababi nimaki, ruhiy kasalliklarda, ichuvchilarda, chakuvchilarda, turli xil moddalarda aralashib qolgan insonlarda ruhiyatida, psixikasida buzilishliklar bo'ladi azizlar. Shunday ekanki, bularni chambarchas bir-biri bilan bog'liq holatda inshaalloh muolaja qilinsa, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh nasib qilsa keyingi videolarimizda mana bu giyoh vositalarimizni qanday tartibda ishlatishni ham tushuntirib o'tgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.